Assalomu alaykum. Demak, biz Panji akani davolashda davom etyapmiz. Bizning storimizdan keyin mana klinika, Glavmed Center klinikasi bizga svязga chiqdi. Biz ham hissamizni qo'shaylik, iltimos sizlardan deb biz olib keldik. Bugun полностью hamma jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Ahvollari qanaqa deb, в общем, o'zlarini ko'rasizlar. Ketdik. Shuhrajon, assalomu alaykum. Kutganingizda mana olib keldim, yozuvdingiz. Keldik, bugun xudo xolasa vez protsedurasini ko'rsatib o'tamizda, nasib bo'lsa. Ha, xudo xolasa o'sha kechagi kompyuterning tomografiyadan keyin qilinadigan muolajalarimiz bugun UZIlardan o'tkazamiz, kompleksli UZIdan. Terapevt ko'rigidan, urolog ko'rigidan o'tkazamiz, endokrinolog va bellarda hozir muammo bo'lgan bo'yicha neurolog, travmatolog ortopediyashlarini o'tkazamiz. Xudo xohlasa qo'limizdan kelgancha yordamni ko'rsatamiz va umidvor. Boshladik bo'lmasam. Ketdik. Davay. Qanaqa jarayonlar boshladik Panji akaga? Hozir Panji akada shu qorin bo'shlig'ida va sal pastroq siydik yo'llarida muammo bo'lgani uchun hozir birinchi bo'lib urolog vrachimiz UZI apparatida tekshirib ko'rmoqchi. Действительно анемия. Анемия. Да, надо сдать. Да, без анализа, конечно, мы диагноз не можем утвердить. Bo'ldi. Самое главное знать группу крови. Agar qon kerak bo'lsa, qon beramiz. Men o'zim lично tayyorman. Qonim ko'p meni. Mana bu, mana Norbek beradi qon. Hammamiz tayyormiz agar guruhimiz to'g'ri kelsa. Даже Shuhrat tayyor qon berishga. Misolda, mana даже bu kishi tayyorda. Siz ham berasiz qon. Ko'ryapsizlarmi? Butun personalimiz bilan agarda yordamimiz tegsa biz tayyormiz. Hozir Panji aka tekshirib ko'ramiz sizni, palpasiya qilib ko'ramiz, qorin bo'shliqlaringizni o'lchab ko'ramiz, davlengizni o'lchab ko'ramiz. O'shanga qarab turib, sizda bu yoqda tayyor tomografiyalar bor ekan, uzilaringiz bor ekan. Bu yoqda o'zgarishlar bor. Sizga hozir hammasini podrobno tushuntirib beraman. Xo'pmi? Shuhrajon, men terapevtga hozir fikrlarini bildirdilar. Endi qayerga boramiz hozir? Endi hozir kecha kompyuterning tomografiya qilishimizda zaключениесida yozilganki, yana bir qismi bularda позвоночник, bel sohasida ham muammo bor deb yozilgan. Shu sababli hozir bel muammosi bo'yicha ortoped vrachimiz yoki neurolog vrachimizga uchrashishimiz mumkin. Beldagi og'riqlar qachondan beri bezovta qiladi? Belingizda o'zgarishlar ko'rsatilibdi-da. 2 oy bo'ldi. Bundan oldin bezovta qilmaganmi? Shu yerga yotib berasiz. Boshingiz bu tomondan bo'ladi. Sizning yo'nalishingiz bo'yicha demak o'zgarishlar bor, to'g'rimi? Da. Umurtqa pog'onasi bo'yicha o'zgarishlar bor. Endi bu tekshiruvda hozir faqat bel qismi deb yozilgan, lekin umumiy umurtqa yo'nalishi bo'yicha bo'yin qismida ham bo'lishlari mumkin o'zgarishlar. Lekin asosiy og'riq hozir grijaga o'xshab turibdi, simptomlaridan, oyoq harakatlaridan, og'riqlarning yo'nalishi bo'yicha o'ng tomonlama beryapti og'riqni. Yana ham aniq bizga diagnozni berib ko'rib bera oladi MRT tekshiruvi. Grijani millimetrlarigacha hammasini o'lchab beradi. Prosta bu kishi har 10 metr yurganda o'tirib olganlarda ushlab bukchayib. Bu og'rig'i, bu grijani og'rig'i emas, ya'ni umurtqa pog'onasidan emas bu og'riqlar. Bu og'riqlar ko'pincha o'xshayapti hozir oshqozon ichak yo'llari shamollashlari yoki bo'lmasa qabziyatlar bo'lishi mumkin. Endi uni kerakli tekshiruvlardan gastroenterolog yoki bo'lmasa xirurg tomonidan tekshiruvdan o'tishlari kerak. Koloproktolog mavjudda. No, man tomonidan yozib beradigan dorilar bu yerda og'riqlarni nisbatan qoldirib beradi. Asosiy lekin belga ko'proq urg'u beriladi. Davolash kerak belni bilan. Da. Siz hozir yordam Planni porядке davolash kerak. Tushunadi. Rahmat sizga. Shuhrajon, endi hozir bizlar travmatologdan chiqdik. Endi hozir oxirgi yo'nalishimizdan birlari bu yana biroz suv ichamizda oxirgi UZIga kiramiz. UZIdan chiqqandan keyin уже muolajani boshlaymiz. Osma ukollar, analizlar kerak bo'lsa analizlar hamma yo'lni уже oxirgi etapda o'tamiz. Kasalimizda ichakda muammo bo'lgani uchun siydik to'plash juda qiyin. Потому что har zamonda tualetga hojatga chiqardilar, o'sha uchun chala to'lgan
siydik qovog'ini ko'ryapmiz и shikoyatlariga asoslanib plus UZIni заключенияsiga asoslanib natijasiga diagnoz adenoma bo'ladi. Adenomalari bor. Hozir lechение сразу yozib beraman. То есть это тоже будем лечить. Buni ham davolaymiz. Undan tashqari ichakni davolagandan keyin yana urologga ko'rinishlari shart, tavsiya beraman. Ikkinchisidan ko'zga tashlanadigan teri qurigan. То есть kasallik bor, nada o'z kapelnitsa сразу quyish kerak. Ko'proq suyuqlik quyish kerak. Charchasangiz ham aka iloji yo'q. Ko'ryapti, ahvolingiz o'pichi yaxshi emasmi? O'ng qadamda o'tirib bo'lyapsiz, ichingiz og'riyapti. Просто ketasiz, aka hech kim sizga hamma qaraydi, to'g'ri, lekin bizni hurmatimiz bor, boshqa bor. O'zingiz ko'ryapsiz-ku qanday sizga muomala qilyapti, qanday tekshiryapti. Bironta joyga nima, qarang, даже siz uchun ular yo'qdi eshikda-da, hamma xona siznikida hozir. Birdan bir kunga o'z hammasini o'tib chiqasiz. Bilyapman, charchadingiz, lekin iloji yo'q. Charchasangiz ham hozir birinchi o'chiratda sog'lik.